yangi kelinligimda ancha-muncha maqtovlar eshitishimga sababchi bo'lgan. Instagramda menga naqd 5000 ta obunachi olib kelgan. Shu dangasa somsa retseptini bugun sal boshqacharoq retseptda birga tayyorlaymiz. Idishga ozgina un elab solamiz. Manda 5 yulduz oliy navli unlari. Ustiga xona haroratidagi margarindan solib, kroshka holiga keltiramiz. Tuz, razrixli tuxum, qattiq solib, yumshoq xamir qilib olamiz. Bu safar hech qanday qaymoq, smetanalarsiz qattiqni o'zidan xamir qildim. Tayyor bo'lgan pisochniy xamirimizni tindirgani xolodilnikka olib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. Qiyma, piyoz, kartoshka, tuz, ziravorlar va ozgina o'simlik yog'i. Xohishga ko'ra sir qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi tingan xamirimizni olib, katta qilib yoyib, videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz va orasiga nachinkamizni solamiz. Nachinkani solib bo'lgandan keyin videoda ko'rsatilgandek qilib somsamizni tugib chiqamiz. Bitta tugib olgan xamirimizni olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib aylantirib olamiz va listga qo'yib, qolgan 3 ta xamirimizni ham atrofidan aylantirib chiqamiz. Videoda sal ishi ko'proq tuyulishi mumkin, lekin juda ham oson. Tayyor bo'lgan somsamizni ustidan tuxum sarig'ini surtib, oq va qora kunjutdan ko'pgina qilib sepib olamiz va qizib turgan duxovkaga ustilari chiroyli bo'lib qizarguncha jo'natamiz. Xamirlari kumur-kumur bo'lib chiqadigan somsamiz ham tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring.